Mana shu bolani bitta banka pivoga o'ldirishdi. Bu voqea 4-oktyabr kuni Qozog'istonda bo'lib o'tdi. Sherzod 16 yoshli bola vafot etdi. Hamma voqea Sherzod va uning oilasining magazini Kamajjoyda bo'lgan. Soat 23:20 da Sherzodni dadasi magazinda bo'ladi. Shunda ikkita noma'lum shaxs kelib pivo olishadi. Pivani pulini o'tkazayotganini chekini ko'rsatadi, lekin pul tushmagan bo'ladi. Shunaqa mojaro chiqadi. Ozgina tortishgandan keyin ularni baribir qo'yib yuboradi, pul bermasa ham, lekin shu paytda Sherzod chiqib ular bilan urushib ketadi. Shu urush paytida militsiyaga telefon qilgan, lekin militsiya ko'tarmagan. Otasi Sherzod va o'sha bolalarni ajratib, Sherzodni magazin ichiga kirgizib yuboradi. Yaxshi gaplashib ketkazmoqchi bo'ladi. Shunda bola pivani pulini ham to'laydi. Sherzodni tog'asi ham keladi. 10 daqiqadan keyin 3 ta mashina to'la noma'lum shaxslar kelib ular bilan urushishni boshlaydi. Shu hamma shaxslar Sherzod unga gap qaytargani uchun alamini olgani kelgan bo'ladi.